o'zimizda eng barakali ijod qilayotgan shoirlardan. Qaytarib bering, kim dedingiz? O'zimizda Ishtixon tumanimizda barakali ijod qilayotgan respublikada, buyog'i Toshkentda, buyog'i o'zimizda ijod qilgan shoirlar ko'payib qolgan. Biroqlari endi sanoqli bo'lardi. Shulardan biri shulardan hozir eng barakali ijod qilayotgan mana Shahriddin Umirov degan ukamiz bor. Yaxshi lirik she'rlar, g'azallar yozyapti. Mana Muqaddam Hayitova, Feruza Tog'ayeva, Muhabbat To'xtasheva ko'p. Mana Husn Ostonov degan yaxshi lirik shoir bor. Nuriddin Yahyo bu Yahyoyev. Bu Nuriddin akami bu? Parodiyalar, u kishi ham chiroyli yozar edi. Yaxshi yozadi. Nuriddin Yahyoyev. Ko'p. Zayn Bahriddin ustozimiz ajoyib alloma odamiz judayam. Haligi balki sinfdoshimiz Yo'ldosh Eshbek, men sinfdoshim. Yo'ldosh To'lqin Eshbek, Orif To'xtash, bular yaxshi ijod qilyapti. Endi bular ko'pchiligi bizning shogirdlar. Mana Orif To'xtashlarni 5-6-sinfda o'zim tahrir qilib berganman, otasi rahmatli aka do'stimiz. Yaxshi she'rxonni qilib hamsob turaylik. Nima qilamiz? Yana bitta she'ringizdan eshitamizmi? Yo g'azal yo nimasidan? G'azal she'r shu maktabga kelgan paytlarim o'quvchilarim iltimos qilib beraydi, qilaydi. Meni ismimga bitta she'r yozib bering. Ilgari kursdoshlarga yozaydim. Endi ijtimoiy mavzularda ham she'rlarim bor-ku, ancha-muncha. Hozir esimda borlarni o'qib berayin. Bor edi. Haligi Saltanat degan bir do'stimizni singlisi ustoz menga ism chiqarib yozib bering deganda yozib berganman, esimda qolgan. Siz barnosiz, siz ra'nosiz, siz sohib jamol, sarvaqatlar sarvarisiz, yo'q sizga timsol, asli parilardan olmoslik hursiz, avazxoni go'rug'li bekislagan dursiz, lola yangliq ruxsoringiz naq porloq quyosh, lali rangin dudog'ingiz mustahq tosh, ta'rifingiz, tavsifingiz olam kutgan, turfa oshiq yo'lingizga sizga kirtgan, axir olam aro tanho oliy go'zasiz, ahli oshiq sajdagohi g'ani go'zasiz. Nafarxodu va namajni sizni ko'rmagan, nogoh ko'rsa kechardilar shirin laylidan. Agar so'zimda lof bo'lsa ko'rganlar etsin, angrayib lol hisingizdan turganlar etsin. Ta'rifingiz, tavsifingiz olam tutgan, turfa oshiq yo'lingizga sizga ko'rsatgan. Bu ilk she'rlarda shu rahmat, baribir institutga kelgan paytlarda boshlab maktabga kelganingiz yozsam keyin boshqalari iltimos qildi, shu etib she'rlar yig'ilib qolgandi. Yaqinda 70 qoralab qarasam 200 ga yaqin she'rlar bor ekan. Dil daftari, sizni suratingiz, tuyuqlar guldastasi deb 3 ta kitobcha qildik. Adabiy davrlarda shunaqalarga yaqinroq yurishga harakat qilamiz, qatnashib turamiz ba'zida. Shoirlarning uchrashuvlari bor. Quvvat aka, katta rahmat, sog' salomat bo'ling. Biz sizni Facebook tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqda kutib qolamiz. U yerda judayam ko'p she'riyat ixlosmandlari bor. Qadrli do'stlarni topasiz u yerda. Alloh nasib. Sog' salomat bo'lasiz.